Ustoz, hozirda imomlardan biri mamlakatda havo ifloslanganligiga, qurg'oqchilikka yechim o'laroq milliard marta istig'for aytishga targ'ib qilyapti. Avvalo bunday ish bid'at emasmi? Qolaversa, biz bunga o'xshash ishlarda dunyoviy sabablarni qilmasdan faqat istig'forga cheklansak to'g'ri bo'ladimi? Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Ya'ni bu milliard degan joyi noto'g'ri, bid'at bu. Milliard degan joy son qo'ysa 1000 marta, 10 000 marta, endi million yoki milliard bunaqangi son bid'at bo'ladi. Shariatda lekin istig'for so'rash asli bor. Istig'for so'ranglar. Faqul tustagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara. Va Nuh alayhisalom aytayaptiki qavmiga, ey qavmim, sizlar Robbilaringdan istig'for so'ranglar, Alloh taolo sizlarga osmondan mo'l-ko'l yomg'irlar yuboradi, deyapti. Demak, osmondan yomg'ir yog'ishini sabablaridan biri istig'for. Hozir siz aytyapsiz, sabablarni ushlamasdan, sabablarni qilmasak ham faqat duo qilsak yomg'ir yog'averadimi deb, yoki yomg'ir yog'ish yoki havo masalan ifloslanib ketsa, o'sha ifloslanishlikni oldini olmasak bo'laveradimi deyapsiz. Yo'q, albatta sabablarni qilasiz, lekin o'sha sabablarni qilishdan biri duo qilish ham sababda. Duo qilish ham sabab, istig'for aytish ham sabab. Istig'for aytish yomg'ir yog'ishiga sabab bo'ladi. Istig'for aytish masalan havoni toza bo'lishiga, odamlarning hayotini yaxshi bo'lishiga sabab bo'ladi. Istig'forda ma'no juda ham ko'p. Bu fasodlar, quruqlik va dengizdagi fasodlarning sababi odamlarning bema'nichiligi, o'sha odamlarning ma'siyati. Alloh taolo Qur'onda buni ochiq aytganki, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Odamlar qilgan narsalari sababidan quruqlik va dengizda fasod zohir bo'ldi. Dengizlarimiz buzilib ketdi. Mana Orol dengizi qurib ketdi masalan. Uni qancha sho'rligi, uni qum haligi nima tagidagi tuzlarini shamol olib kelib, suvlar butun bu yoqqa Xorazm, Buxoro va Samarqandgacha yetib keldi hozir uni fasodi. Endi havodan, quruqliklardan, havodan buzuqchilik, qancha viruslar, qancha kasalliklar, dehqonchilikdagi qancha kasalliklar qurt bosib ketyapti. Pomidorni ham qurt bosib ketyapti, kartoshkani qurt bosib ketyapti, qovun tarvuzni qurt bosib ketyapti. Olmalarni-ku qachondan qurt bosgan edi. Ya'ni biz hayotimizda ko'rmagan kasalliklar dehqonchiliklarda paydo bo'ldi. Oddiy pomidorgacha ham qurt tushyapti-da. Oldin bunaqangi narsa odam xayoliga ham kelmagan. Asalari boqishlar masalan, qancha kasallik, chorvachiliklar qancha kasallik, chorvalar o'lib ketyapti. Sababi nima bular? Asosiy sababi odamlarning ma'siyati. U imom domla to'g'ri aytgan, ya'ni istig'for aytinglar, yaxshi bo'ladi deb to'g'ri aytdi. Faqatgina o'sha son milliard degan sonini noto'g'ri. O'sha joyni biz shariatda unaqangi son bilan aytilmagan joyga son qo'yishga haqqimiz yo'q. Ammo istig'for so'rashda asli bor bo'lgan narsa. Istig'for so'rasak, Alloh taolo osmondan yomg'irlar yog'dirishini va'da qilgan va hayotimizda toyib yaxshi hayot bo'lishini va'da qilgan. Keyin aytyapsiz, sabablarni ushlamasdan faqat istig'for aytaversaymi? Yo'q, u narsa aytmayapti-ku, sabablarni ushlama demagandir imom domla ham. Istig'for aytinglar desa, sabablarni ushlamay aytaveraymi deb tushunmaydi. Istig'for ayting va sabablarni ham ushlang. Bir-biriga teskari narsa emas-ku bu. Istig'for so'ragan odam bo'ldi, sababni ushlamasin degani emas bu. Zotan o'zi istig'for aytishdi, o'zi bir sababni ushlashdi, birinchi qadami bu. Va shunga o'xshash masalan ekologiyani asrab avaylashga butun hamjihat bo'lib hammamiz bir yoqdan bosh chiqarsak, o'z-o'zidan yaxshi bo'ladi. Ya'ni odam o'sha haligi havoni ifloslantirayotgan narsalarni qilmasak, mumkin emas narsalarni yoqib masalan, meniki nima bo'ladi, meniki nima bo'ladi deversa, mana shunaqangi narsa buzuqchiliklar kelib chiqib ketaveradi, ko'payib ketib, butun qarasangiz jamiyat bunday buzilib ketdi. Hech kimning xayoliga kelmagan ishlar bo'lyapti-da. Shuning uchun hamma hamjihat bo'lib, baravariga duolar qilib, mana alhamdulillah juda xursand bo'ldik. Masalan, namozlar, istisqo namozi o'qilindi. Yomg'ir yog'ib, Allohdan yomg'ir so'rab, alhamdulillah bu juda katta tavfiq bu. Yomg'ir yog'sin, yog'masin, bu shuni o'zi katta ne'mat. Namoz o'qishimizni o'zi katta ne'mat. Chunki biz o'zimiz qilishimiz kerak bo'lgan narsani qildik. Alloh taolo ijobat duoda. Duo bizdan, ijobat Allohdan. Alloh o'zi xohlagan payti yog'diradi. Bu qilingan duolar bekorga ketmaydi. Bugun yog'masa ertaga yog'adi, bugun bo'lmasa ertaga bo'ladi. Yoki shu duolar barobarcha osmondan kelayotgan yana boshqa balolarni Alloh qaytargandir. Buni ateistlar, buni Allohga ishonmaydigan odamlar qayoqdan ham tushunadi bu ma'nolarni. Shuning uchun mu'min odam albatta duoda bo'ladi, istig'forda bo'ladi, Alloh taologa yaqinlashib, Alloh taologa tavbalar qilib, tazarrular qilib, yaxshi hayotida ibodatlar qilsa, halol pokiza bo'lsa, Alloh taolo yana bir barakotlarini yog'diraveradi. Alloh aytadiki, mana وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا
la fatahna alayhim barakatin minas samai val ard. Agar qishloq ahli iymon keltirib taqvo qilganlarida edi, biz ularga osmon va yerdan barakalarni ochib yuborardik ekan. Yog'dirardik ustiga deyapti baraka. Ya'ni osmondan va yerdan barakalar ochilardi. Dehqonchiliklarimizda ham, chorvalarimizda ham, butun hayotimizda, farzandlarimizda, suvlarimiz va butun ekologiya hammasida baraka bo'lardi. Lekin sabab nima buniki? Iymon va taqvo bo'lmaganligi uchun odamlarda oxiratni eslash yo'q, Allohga ibodat qilish yo'q. Topilgan pullardan peshona terisi bilan ishlab kelgan pulini yig'ib olib kelib artistga beradi, yig'ib olib kelib aroqqa beradi, qaydagi to'y tomoshalarga, fasodga, gunohga sarflaydi, Alloh la'natlagan narsalarga sarflaydi. Keyin nima bo'ladi? Keyin mana shunaqangi yomonchiliklar ustiga kelib tushaveradi, Allohning jazosi bo'ladi. Shuning uchun ham biz tavba qilishimiz kerak, shuning uchun ham istig'for aytishimiz kerak. Domlani aytgan gaplari to'g'ri joyi, o'sha istig'for so'rash to'g'ri. Haqiqatan istig'for so'rash kerak. Lekin uni milliard marta degan joyi, ya'ni shariatda soni yo'q bo'lgan joyda son qo'yish noto'g'ri. Ko'p aytinglar degan ma'noda aytgan bo'lishlari mumkin. Ya'ni ko'p aytinglar, tinmasdan istig'for aytinglar degan ma'noda. Allohu a'lam.